Hozirqidek havoda issiq bir qacha o'xshagan quvvatli kaptar sho'rpasini hech kim rad qilolmaydi deyman tuqqanlar. Urumchida quloqlar qatib kirpiklar muzlar qag'idek so'qoydi deydi-ku, qo'millarmi bu yillarda ballakchida so'qdi Milan. Bidanlarlar illig'idek issiq kaptar sho'rpasiga keldim-ku tuqqanlarim. Oldi bilan yurakni cho'qqin bir vetib, aka davomini ko'ramizmi? Kaptarning quyruqlarini kisib, ichini yerib pak uzib tayyoq olamiz. Aka muvofiq suv qo'yamiz, ajib qo'yavasa kuch amda chiqmay qolamdiki deyman. Uydagilarga bir chinday chiqidek bo'lsa bo'ldi-chun. O'zinglarcha tuqqanlarga xatomi inkaslarni bir yez qo'yib baqsira to'g'risini bilib olayni. Bir o'yлагandiki, aka ko'piklarni yenik olaverib, aka sinjan so'mpiyazlansa qo'ysa, qayri purug'ini oldi 5 minut qayintimiz. Andi savza, chamg'ur, yumshtib noqutimizni sap 15 minut atrofida qayintimiz. Haqiqiy ishqolik kalpini achal chamg'urga ehtiyojimiz bor deydigan tuqqanlarim boshpatga do'yin do'kon kirib sotib olsalar bo'ldi. Jumi chamg'ur oxirlashayda qoldi, g'ach tutmasa zo'rlab sotqidek chiqitinim yo'q-chimi hisobli nima. Foydali qiymatini da yurmasam billahi tuqqanlar ta'migu vahshiy payzi sho'rp soslar go'shini qari qo'yib chamg'urni talishirlar. Andi bitta qo'noqni parchalab sap tuzini jiqaraq sap yana 10 minut qayintimiz. Aka chilanmani alqatasab 7-8 minut atrofida qaynatsak bo'ldi. Odatda sho'rp so'g'a kamda qum qozonda yasapal qachida sho'rp soslar tuqqanlar sho'rpimiz shundoq ta'mli quvvatli pishib chiqadi jumim. Tuzli boshqa ta'm qo'risamidim. Aka oxirida go'saylarni olaverib aka soldigan ishkandiq men yangisman mogonichu kallam qayqapti menki bugib. Mogonni qaynatmaymiz, tuqqanlar ustiga ozroq shavson chechib bilan aralashtirib ussaqlab bo'ldi. O'zinglarcha o'xshag'ach rayim tuqqanlarim. Hozirqidek havoda bo'pmi zukam avjaga kamlarda cho'qqin mashlaq issiq bir qacha kaptar sho'risi hammalarga xush yoqadi deyman. Mazmunimiz yarag'a olsa tuqqanlarim haqsiz yuraklarni ayamay bir taqib qo'ysalar, xayri xo'sh.